asosiy maqsadi fuqarolarni kreditga bo'lgan talabni o'rganish, kredit bo'yicha qiziqadigan savollarga javob berish bo'ladi. Biz Rishton tuman Agrobanki mahallasiga 12 ta mahalla kreditlar ajratamiz. Ko'proq misol uchun endi nima bo'lish uchun hamma kredit liniyalarini sizlarga tanishtirib ta'minladi. Misol uchun jismoniy kreditimiz bor. Mahalla biznesga birinchi qadam 12 milliongacha olinadi bu kredit. Bu kreditning asl maqsadi, kreditning asosiy maqsadi fuqarolarni xonadonda o'tirib, uyda o'tirgan holda bekorchi fuqarolarni ish bilan ta'minlash. Uyda o'zini ish, masalan, ayollar ko'proq bo'ladi yoki uyda ularmashlik qiladigan boshqa fuqarolar bo'ladi. O'shalarni uyda o'tirib, o'zini biznes rejasini amalga oshirish. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Pul kerak bo'ladi, mablag' kerak bo'ladi. Mablag'ni o'sha biznes rejalariga to'g'ri keluvchi tartiblarga to'g'ri kelsa, biz ajratib beramiz. Biz eng minimumidan boshlaymiz. Mahalla biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. 5 yilga 17 milliongacha maksimal summasi. Bu plastik kartaga tashlab beriladi. Kafillik 17 milliondan so'ng. Ayollarga bo'lsa 23%, erkaklarga 25%. Ayollarga pasport stavkamiz har bir kredit liniyamiz bo'yicha ayol kishi bo'lgan 2% pastga tushadi. Erkaklarga 2% balandroq kreditlarimiz. Buni ham mazmuni o'sha ko'proq ayollarga biznesga jalb qilish, o'sha ayollarning nimasini oshirishga qaratilgan. Keyin ikkinchi kreditimiz mahalla loyihasi 50 million so'mgacha bu. 50 million so'm kartaga tushadi bu. Muddati 5 yil buni ham. Foiz 25%. Ayol kishi bo'lsa 23%. 2 yil imtiyoz davri. Soat 50 million oladigan bo'lsa ham 1 million 50 1 million atrofida chiqadi. Kim shunaqa qilmaydi? Bungacha o'sha misol hunarmandchilik qilmoqchimisiz, chorvachilik qilmoqchimisiz, parrandani, issiqxona qilmoqchimisiz? O'sha 50 milliongacha bitadi. Ikkita tushirib loyihasi bitadi xonadan. Ikkita sud joyiga misol uchun. Biznes qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi loyihamiz bu yuridiklariga beriladi. 312 bo'yicha beriladi. Firma bo'lishi kerak. Hisobotlar ochilgan. Guvohnoma olingan. Kakkalarda o'sha faoliyat yuritayotgan tadbirkor subyekti bo'lishi kerak. Buni maksimal summasi 300 milliongacha. 100 million so'mgacha oladigan bo'lsangiz, garov qo'ymaysiz. 100 milliongacha shuni beramiz. O'sha aylanma mablag' to'ldirishga avval qilmoqchisiz 18 oy, ya'ni 1,5 yil bo'ladi. Agar uskuna sotmoqchi bo'lsangiz 7 yilga beriladi. Muddat uzoq. Muddat qancha uzoq bo'lsa kreditni oylik to'lovi kam chiqadi.